Uni qayerga olib qochyapsiz? Uylanishga 25 yil qisqadirmay deb hozirdan topib qo'ydim. Kimdir ilintirib ketmasdan survoray bu yerdan. Nega bularga pul beryapsiz? Brat, agar suyunchi puli bermasam, abratni qilib yuborisharkan. Kredit olib bermayman endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib surib yuborishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktori bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim $100. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchlanvordilar shekilli, raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitflyonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishmoqda. Bemorga qisqa vaqtda borgan kuningiz? 10 sekundda borgan biz. Dashi o'zi kelgan, chunki probkada qolib ketgandik. Amaki, operatsiya yaxshi o'tdimi? Halokat o'zi bitta ukol uchun kelgan edim, ana bu jinni esa oyog'imni kesib tashabdi. Xotira uchun mashq. Sizda hayvonlarni va joylashuvini eslab qolish uchun 10 soniya bor. Qaysi raqam ortida yo'lbars yashiringan? Jirafa qaysi raqamda? Burgut qaysi raqamda? Like bosing agar to'g'ri ketayotgan bo'lsangiz. Karkidon qaysi raqamda? Ot qaysi raqamda? Kiyik qaysi raqamda? Oxirgi raqamda qaysi hayvon bo'lganini eslab qolgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Şabaman. Baydın kızın alaman. Baydın kızı demesi. Bu ichimlik sizni aniq 30 yilga yoshartiradi. Uni tayyorlash uchun qizil sabzi, lavlagi, xurmo va anorni suvga solib, blenderda maydalab, sok holatiga keltiring va tayyor bo'lgan ichimlikni ertalab ichib boring. Bu aralashma yuzdagi ajinlarni yo'qotib, yuzni tiniq qiladi va boteks effektini beradi hamda sizni yoshartiradi. Bu videoni yuzida ajinlar bor do'stlaringizga yuborib qo'ying. Paxta yog'ida ovqat qilish nega xavfli? Ko'pchilik ovqat tayyorlashda paxta yog'idan foydalanishadi, ammo uni zararini bilishmaydi. Paxta yog'idan foydalanmasligingizga 3 sababni bilishni xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi, paxta yog'i tarkibida to'yingan yog' kislotalari ko'p, ular xolesterinni oshiradi. Bu esa yurak-qon tomir kasalliklariga olib keladi. Ikkinchi, paxta yog'ini qizdirish paytida trans yog' kislotalari paydo bo'ladi. Bu esa tez semirish va qandli diabetga sabab bo'ladi. Uchinchi, paxta yog'i muntazam iste'mol qilinsa, organizmning yallig'lanishga qarshi qobiliyati pasayib ketadi va bu tez shamollashga olib keladi. Salat, shaurma. Nima? Bu siz uchun yengillik bo'ladi. Lavashimizni shu ko'rinishda to'g'rab, ustiga yog' va paprikani solib, duxovkaga yuboramiz. Qizigan yog' ustiga oldindan ziravorlab, tuzlab qo'ygan tovuqimizni solib, yaxshilab qovurib, dimlab qo'yamiz. Pomidorlarimizni shu shaklda to'g'rab, aysberg karom, koreyskiy sabzi, tovuq, lavashimizni solib, mayonez solamiz. Restoranlarda menyuda yo'q, endi bo'lishi aniq, lekin 100 mingdan kamiga olmaysiz, ishoning.